Assalomu alaykum do'stlar, sizlarni men bugungi videoda Dude Zeft Wars o'yinida o'ynayman. Hozirda mening $1297 video olayotganimda qarasam kamera video olmayotganini ko'rib qoldim va boshqatdan video olyapman. Nimaga video chiqmayapti deb so'rasangiz, buni keyingi videoda albatta aytib o'taman. Shorts qilib chiqaraman. Mening maqsadim, ya'ni bu mashinalarni sotib kattaroq biznes qilish kerak. Bu o'z shunaqa. Lekin boshqa narsalar ham qilsa bo'ladi. Lekin eng katta maqsad bunaqa narsa sotish kerak. Men sotdim, buni video oldim, lekin bir qarasam video olmabdi. Bu hozir necha dollar beradi deb o'ylaysiz? Kommentariyaga yozib qoldiring. Hop. Buni olarmikan? Hop. Olmayapti. Uni kitchen card'ni minib ketamiz. Buni tezligini yoqsak, ilinibdi. Mashina bor, shuni olaymi? Shuni sotib olgandim. Videoga olinmagan videoda. Ikkinchi o'yinga qo'yib qo'yay buni. Mana mening Bugatti'ning ukasili mashina. Bu Bugatti'ning ukasi. Qarang. Bu politsiyami? Nima qilyapti men ketdim. Bu politsiyalarga qo'li tushirish kerak. Bo'lmasa bu nima qilyapti? Hamada $39 yetoladi. Kesizliklar. Mana pullarni oladi. Buni keyingi videoda albatta o'rnatishda o'rgataman. $38. Bugatti menmi? Yo'q. Birga chiqamiz. Qarasalar. Qo'shlarim. Fatilincha. Tarif yomon asab ketyapti. Mayli, mashinalar sotish kerak. Uyga bora olmaskanman. Xo'sh. Superash kerak, anta mashina chiqardi. Yo'q, qanaqa mashina? Yo'q, bu. Eshik yo'q mashincha. Yo'q, do'stlar. Yo'q. Bu mana bo'lmaskan. Mayli, politsiya yig'lamasin. Sanarsaga ham avz yuraganda. Bu nima qilyapti? Nima bu? Yaxshigina sakkiz o'g'illi bo'ldi. Gelik tukasini olish kerak, bu gelik tukasi bu.
Gelin itası bu. Yoma yok. Koş bunu sattık. Meşgul bularken ha. 88 lira. Üşümende 1381 dolar. 81. Kita sen motosikletçi. Bu motosikletin singlisi. İyi. Çok olduk. İyi. Hozir men nima qilishni bilaman. Pul sochaman demadimda. Mana. Ketdi. Qanaqadir mashina ushlab olish kerak. Qana mashina chalamayaptim ekan. Qani tushib ketmayapti, tushib ketdi. Xo'sh, mana bu mashina bir sotib ko'rsak, xo'sh, qanaqa mashina deb o'ylaysiz? Kommentariyada yozib qoling. To'qimlarni bilolmaymiz. Amal qilyapti-da. Bu yangi mashina ehtiyot qilib haydash kerak. Bu sinmaskan. Bu temir odamning mashinasi bo'lsa kerak. Ilon Mask mashinasimi yo'q? Bu xalqning mashinasi bo'lsa kerak, yana ham bilmadim. OMG, this bad boy can fit so much spaghetti in it. Xo'sh, nechi pul? 117 dollar. Mayli. 1998 dollar. Ertalabdan tushyapti. Uyga ham bora olmadim. Mayli. Xo'sh, bitta ish topish kerak. Men topib bo'lmaydi deb so'rayapman. Mashinalarni sotish ishi. Bitta yomon cho'chqa mashina o'tan, ayniqsa Bugatti ko'p o'tadi. Mashin kichik bo'lishi kerak. Mashinlarni Bugatti ko'p qoladi. Ana bu qaranglar yurishini. Xuddi Minecraft'ning pirchasi o'xshaydi. Bu ayni mashina bor ekan. Bugatti kelyapti, Bugatti. Bugatti yaxshi pul turadi lekin. Bakay. Yaxshi Bugatti'ni tutib oldim. Necha pul dollar berasiz deb o'ylaysizlar. Qanday deb 1500 dollar qo'y. Hozir 1498 dollar edi-ku. Kamida bir 177 mi, 117 mi? Yo'qmi, 228 davay. Demak, ko'p pul Bugatti olish kerak ekan. 1728. Yo'q. Ko'p pul Bugatti ushlayman endi men. Qizilidanmi, oqidanmi, yashildanmi, ko'kidanmi. Mana bu suv omadli suv chashmasi deb ataladi. Bu yerga sakrayib olib Bugatti ushlaydi. Okey, qimmatbaho mashina. Mashinaga sakrab keyin ushlaydi. Ana. Bu mashina ham 116 dollar sotsiz.
Mashina kelsa kerak. Bitta mashina bor. Qani. Ana. Ana bittadan suv omborini oldi turibdi. Yani motosikl va singlisi yurtda aylanib. Hatta Bugatti kelyapti. Yanımda Bugatti uçuyor şekilde. Dakika. Yaramaz. Yaramaz geçiyorsun. Yok çıkarmaya kaldım. Tabii seni tutuşarak. Oğlunu uçaşarak. Nerede bir moşanı satıyor videonu tüketene. Hoş. Neçe dolar. This bad boy can fit some dead memes in it. $100 Hoş dostlar, videomuz tugadi. Albatta like ve abone olmayı unutmayın. Like. Tez 500'e buluşmamız gerek. Albatta ko'proq abone, ko'proq like. 50% abone, 50% like. İltimos like ve abone bo'lsanglar, qachon ko'karaman. Mayli. Xayr do'stlar.